Mana oyog'i qalinligi bu afg'on afg'onida bor, seleksiya bo'lgan. Orqa oyog'ini qarasang sen baqorligini. Vladimir otga o'xshaydi jala bu oyog'i. Qo'zichoq bu, bo'yi 85, 2 kat. Garbanoshligi mana. Bu noyob hisoblanadi. Uni chiqarish uchun ancha mehnat ketgan. Buni orqa dumba. Garbanos qulog'i kattaligini qarasam, kamida 22 chiqsa kerak qoladi. Qana o kamerang bulardi. Bu joylarimiz ayta nuqtasi bo'ladi o'zi. Buni quloq. Quloqning uzunligi 21. Dan oshib qolishdi. Garbanoshligi orqasi. Garbanosni ham o'lchaymi? 5 ekan deymi? Bunaqasiga o'lchang. Bu eng chempioni. Burun oliy darajada bu. Bundan zo'r chiqmaydi. Sani burningdan ham qirral ekan. Ha, bu Papugay burun deymiz buni. Garbanoshligi bo'yi. Mamda bo'lsa 90, 85 ekanda. 87. Yo'q, 86 degan. Chesni bo'lsa, mayli bitta fora bo'lsin, bir Ya fora bo'lsin. 97 million, 87 bo'ladi. 87. 87 ga qo'zi ikki tish, quloq 21, bo'g'oz. Tishini ko'raylik kech. Tishi ikki tishga endi bo'ldi. Endi bizda bo'ladi tish. Ikki tish. Zumnoga bormagan hali. Va umumini ko'rasizlar. Joyi mana shu dar chiqib orqasi. Ha, to'xtachi.